Xayrli kun yaxshilar, biz Nilufar Yusupovamiz. Bugungi mavzuyimiz bu inson taqdirimga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, yoki bu inson taqdirimdagi insonmi, adashmadimmi degan mavzu ostida. Misol uchun, o'tgan gal sizni taqdiringizda, ya'ni sizni taqdiringizdagi inson paydo bo'lsa, hayotingizda quvonchlar, ijobiy voqealiklar, ijobiy yangiliklar, oilangizni ham unchalik qarshi bo'lmasligini belgilarini ko'rsatdik. Endi sizni taqdiringizda bo'lmagan insonni ko'rganingizda nimalar sodir bo'lishi? Misol uchun siz hozir uni taqdirim deb o'ylab yuribsiz. Hammasini Xudo biladi, lekin Xudo bizga ong bergan. Va tajribasidan, boshidan o'tkazgan odamlarni maslahatchi qilib qo'yishadi, ustoz qilib qo'yishadi yoki turli-tuman bilimli psixologlar bor, turli-tuman domlalar yoki maslahat beruvchi qoriyalar bo'lishi mumkin. Boshidan tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deyishadi. Yoki bo'lmasam, ya'ni kattalar doim yoshlarga qiynalmaslik uchun, ortiqcha yig'lab kasal bo'lmaslik uchun maslahat berishadi. Xo'sh, sizni o'sha shaxs taqdiringiz emasligini belgilari. Istasangiz sinab ko'ring, tajribangizda o'tkazib ko'ring. Birinchi ko'rganingizda vah deydi ichingiz jiz etadi. Bu sizni taqdiringiz emas. Chunki bunda tana signal bermoqda. Ehtiyot bo'l, bu xavfli zona degani. Keyin ikkinchi yana belgisi, sizda negadir betoblik boshlanadi. Shamollash, tomoq og'riq yoki quloq og'riq yoki bexosdan yiqilib tushish belgilari. Keyingisi ishlarni orqaga ketishi. Ishlaringiz negadir orqaga ketadi. Negadir siz boshlagan ishni boshlay olmaysiz. Energiya yo'qolib qoladi. Xuddi energiyangizni kimdir so'rib olganga o'xshaydi. Undan keyingi belgisi, oila a'zolaringiz mabodo shu qizga uylanaman yoki qiz tomonidan mabodo shu qizga men harakat qilaman. Xuddi shu holatlar bo'lsa, yigit uylanaman desa qizga, qiz unga tegaman desa, oila a'zolaridan ko'proq 80% qarshiliklar bo'ladi. Ya'ni qarshiliklar bo'ldimi, bu ham sizning taqdiringiz emas. O'ta qarshiliklar bo'ladi. Uncha-muncha ko'nishmaydi. Chunki yoki hatto oila a'zosi qarshilik bersa ham, ularning to'yi bo'lsa ham, ularning oilasida juda ko'p muammolar bo'ladi. Hatto ular bir umrga birgalikda bir joyda yashasa ham, er-xotin bo'lib. Yana uning belgilari aynan o'sha shaxs bilan uchrashuvga chiqishdan oldin siz o'zingizni o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Har gal unga yoqishga harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Har gal unga moslashishga harakat qilgingiz keladi. Keyin u shaxs u taqdiringiz emas, u siz endi gapirmoqchi bo'lsangiz, unaqa gapirma, tirnog'ing yarashmabdi, choching yarashmagan, bu kofta senga yarashmagan. U faqat negativ gapiradi. Negativ degani salbiy gap. Ya'ni sizni faqat yerga uradi, sizni faqat chakangizga yopishga harakat qiladi. Sizni tinglamaydi. Bilasizlar, ayol kishi qulog'iga ishonadi deb gapirishgan. Bu g'irt yolg'on. Ayol kishi ko'ziga ham ishonadi. Hozirgi paytda 21-asrda ayol kishiga ko'ziga ham ishonadi. Faqatgina qulog'iga emas. Agar qulog'iga ishonib qolsa, unda butun dunyo ayollari aldanib qolishi kerak. Chunki erkaklarning aksariyati aldab qo'yishadi. Aldashni istamaydi, lekin aldab qo'yishadi. Ya'ni ayollar ko'ziga ham qulog'iga ham ishonadi. Ayolni tinglagan erkak yoqadi. Erkaklarda tinglash yo'q. Ayollarda erkaklar bo'lsa ko'p gapirgan ayolni yoqtirishmaydi. Chunki ko'p gapirsa, xuddi ularning xayolida bolalikdan o'tgan-ku, erkakligini olib qo'yadigandek, erkak bo'lmay qo'yadigandek, ularga xuddi shu narsaga urg'u juda ko'p berilganligi uchun ular aynan mana shu uslubni qo'llashadi. Bu yaxshi emas. Agar siz uchrashuvga chiqsangiz va uchrashuv davomida siz o'sha erkakka yoqish uchun o'zingizni to'g'rilab o'tirsangiz, salfetkalarni olib juda ham akkuratni, juda ham aqlli, juda ham adekvatni, keragidan ortiq adekvatni, keragidan ichingiz ochlikdan shilinib tushayotgan bo'lsa ham ovqatda sekin chaynab harakat qilyapsiz, bu siz taqdiringiz emas. Bu prosta siz uni manipulyatsiya qilyapsiz, unga yoqish uchun, u ham sizni manipulyatsiya qilyapti, siz bilan prosta vaqtini o'tkazish uchun. Ya'ni bu sizni taqdiringiz emas. Keyin yana belgilari shuki, sizda hamma ishingiz orqaga ketadi. Bu taqdiringiz emas. Hammasi orqaga ketadi. Ish yurishmasligi, uchadigan joyingizga, ketadigan joyingizga ucha olmay qolishingiz yoki bo'lmasam siz
va'da berasizda va'da qilingan joyga bora olmasligingiz, undan keyin do'stlaringizdan uzoqlashib ketishingiz, do'stlar bilan qo'shila olmaysiz, undan qo'rqasiz. Undan qo'rqasiz. O'zingizni bo'ldi, o'zingizni povudingizni berib qo'yasizda, tamom. O'zi qizlarga o'zi ko'pincha povudini berib qo'yadi. U boshqarsa boshqarilib ketaveradi. O'g'il bolalarga yoqadi-da, plastilinga o'xshab qiz bolani yasab, xohlagan joyga qo'yib, lekin uni yomon ko'radi o'g'il bola. Prosta vaqtini o'tkazadi. Prosta mana bunaqa yasaydi, bunaqa yasaydi, yomon ko'radi uni. O'g'il bolalarga o'g'il bolalarga ko'proq mard qizlar yoqadi. Mard qizlar, gapida turadigan, ya'ni o'sha o'zini hurmat qiladiganlar ko'proq yoqadi. Lekin ular buni tilida menga yoqmaydi ko'p gapirgan, menga yoqmaydi aql o'rgatgan, menga yoqmaydi aqlli qizlar, menga yoqmaydi bilimdon qizlar, menga faqat boshqacha temada gaplashish yoqadi deydiganlar asli o'sha qizlar bilan vaqt o'tkazmoqchi. Belgilar vaqt o'tkazmoqchi. Va yana belgilari shuki, misol uchun siz u bilan juftlashib gaplashasizda, u aytadiki, hozircha onam to'yga shoshilmayapti. Masalan, siz aytasiz, "Man sovchi jo'natasizmi? Mani uzatishmoqchi" desangiz, u aytadiki, "Hozircha onam ruxsat bermayapti. Undan keyin hozircha man ishlolmayman. Hozircha man kutib tur" dedimi, bo'ldi. U sizni taqdiringiz emas. Qancha uzoq kutib turgan bo'lsa, u taqdiringiz emas. Taqdiringiz bo'ladi, endi kutganingizdan keyin oxiri sizni oladi. Vijdoni qiynalganidan ham sizni oladi. 3 yil, 4 yil, 5 yillab endi uni kutganingizdan keyin oladi. Oldinlari shunaqa edi, lekin hozir vaqt qisqa. Vijdoni qiynalgani uchun oladi, lekin olgani bilan unaqa judayam to'liq bir-biringizni yana tushunib ketish judayam bu qiyin masala bo'ladi. Bu 100 tadan bitta oilada shunaqa bo'ladi. Bir-birini uzoq kutib, turmush qurib, baxtli bo'lganlar 100 tadan bitta yoki 1000 tadan 10 ta bo'lishi mumkin. Chunki juda qiyin masala-da. Juda ko'p qizlar mana bizga keladi savol berib, juda ko'pchiligi o'sha yigitini kutib turmushga chiqa olmagan, yaxshi ko'rganini kutib, lekin u taqdir emas, u qizni xayolida u mani taqdirim deydi va ko'pchiligi Adel sindromiga chalingan. Adel sindromi, sevgi sindromi degan mavzuyimiz bor. Bu mavzuni albatta eshitib chiqinglar iltimos va siz shunda bilasiz. Sizni yana undan tashqari bitta belgisi, sizni taqdiringiz bo'lmagan inson sizni telefoningizga javob bermaydi. U sizdan qizg'anadi, mehrini birinchi o'ziga o'rgatadi, lekin javob bermaydi. Agar siz tinmasdan telefonga qarayapsizmi, telefonni olib qarayapsizmi, qachon yozadi, qachon yozmaydi. U siz taqdiringiz emas. U taqdiringiz emas. U maza qilib yuribdi. O'zini hayotida o'ziga o'rgatib qo'ydi sizni, tamom. Siz bo'ldi kasalsiz, Adel sindromiga chalingansiz. Siz o'ylaysiz, o'sha bola mani taqdirim deysiz, tamom, vassalom, u bilan hayotim bo'ladi, tamom. U bilan biz er-xotin bo'lamiz, uyoqlarga boramiz. Bu sizni prosta illyuziyangiz. Prosta siz unga fanatkasiz. Bo'ldi, fanatka. Boshqa hech narsa emas. Fanatka. Chunki siz uni kutyapsiz, nimaga yozmadi, nimaga mendan sovudimi, boshqa qiz bilan gaplashyaptimi. Shu darajada bo'lib qolasizki, o'zingizga mehringizni qizg'anasizda, atrofga ham o'zingizni do'st birodarlaringizga mehringizni qizg'anasizda, sizni fikringiz o'sha odam bo'lib qoladi. Bu siz taqdiringiz emas. Bu vigoraniya, bu kuydirish. Odam o'zini ichidan kuyadi. Odamni ichi kuyadi-ku, misol yosh bolani adasi uzoqqa ketib qolsa yoki oyisi ketib qolsa, bolangizni ichi kuyibdi deydi-ku, xuddi shunaqa narsa bo'lib qoladi. G'alati narsa, judayam, ayniqsa sevishganlarning ichida juda ko'p uchraydi. Qiz uni qo'ng'irog'ini kutadi. Qiz uni qachon menga telefon qilarkin deb kutadi. Chunki qizni shu narsaga o'rgatib qo'yadi bolani o'zi. Sekin asta o'rgatadi. Sekin xuddi qanaqa tushuntirsam ekan? Sekin asta unga o'rgatadi. Xuddi biron bir qushni o'rgatish uchun sekin oz-ozdan don berib, don tashab, bitta, ikkita don tashab bo'ldi. O'sha qolipga o'tkazib oladi. Sekin o'rtog'ing bo'lmaydi, o'rtog'ing yengiltak. Anu xotinlarga qo'shilma, u xotinlarning eri yo'q. Bu yoqqa o'tkazadi. San bunaqa bo'lmagin, kiyiming yarashmabdi. Bunaqa. Men erkakman, rashk qilaman de, rashk qilmasam jannat harom. Qanaqadir uydirma gaplar bular ham, uydirma gap. O'ziga ishonmaganlar rashk qiladi, bilib qo'yinglar. O'ziga ishonmagan odam rashk qiladi. Aqlli odam rashk chiqarib beruvchi hodisani qilmaydi. Rashk qilaman deyaptimi, u o'ziga ishonmaydi. Rashk qilishini ovoz chiqarib gapiryaptimi, u erkak o'ziga ishonmaydi, u qiz o'ziga ishonmaydi. Rashk bor, tabiiy rashk qiladi. Ko'pchilik mana Adel sindromiga chalingandan keyin rashk uyg'onadi. Chunki o'sha odam
Juft uni don tashlab, sekin qushni o'rgatgandek, ya'ni u qafasga tiqish uchun bitta, ikkita o'rgatadi, sovg'a beradi, uchrashishadi. Qiz nima deb bidirlasa ham boshida chidab beradi. Sekin-sekin o'tkazadi-da, bo'ldi. Keyin telefonlarni ignor qilishni boshlaydi. Haligi doim don olib turgan qiz, shirin so'z eshitib turgan qiz, birdaniga u bola yo'qolib qoladimi, bo'ldi. U qiz panikaga tushadi va bu yerda nima bo'ldi deydi. O'zi u qiz tushunmaydi. U qiz allaqachon qopqonda. Qopqonda nima qiladi qushlar? Chirq-chirq qiladi, o'tiradi, bo'ldi. Chirq-chirq qiladi. Qopqonga tushgan qushcha chiqib uchib ketolmaydi-ku. O'sha qopqonga, qafasga o'rgatildi. Bo'ldi, u chiqolmaydi, ota-onasini gapiga kirmaydi. Bo'ldi, faqat o'sha shaxs kelib don beruvchi kelsa, o'shani kutib o'tiradi. Shuning uchun ko'p qizlar erkak tegmasdan turmushga chiqa olmasdan yoki ajrashgan bo'lsa ham yana boshqatdan turmush qura olmayapti. Sababi ular qafasda. Kimdir uni o'rgatadi-da, kimdir. Ular endi ko'pchilik o'zi bilan sirni olib ketadi. Kimdir o'rgatadi-da qafasga. U o'zini o'sha boladan boshqasiga ravo ko'rmaydi. Xuddi dunyoda boshqa erkak yo'q, boshqa oila yo'q. Bo'ldi, u bitta bo'ldi. Бедный, несчастлив, одинокий bo'lib qoladi. Это вообще как будто Baba Yaga bo'lib qoladi. Ko'rinishdan chiroyli, aqlli, no, как будто shunaqa bo'lib qoladi. Taqdiridagi inson emas. Bor shunaqalar umrini oxirigacha kutib o'tiradi. Voy, ba'zi birlar bor. Turmushga chiqadi-da, misolda mana birinchi turmushi o'xshamasa, ikkinchi turmush chiqadi-da, kutib o'tiradi. Tasavvur qilasizlarmi? Kutib o'tiradi. Yana kutib o'tirganga yarasha ko'p pul berib, uni boqib qo'ysa ham mayli, lekin u kutib o'tiradi. U baribir meni sevadi deb o'ylaydi. Yo'q, u qafasga o'rgatilgan. Qafasga o'rgatilgan qush, bo'ldi, iloji yo'q. O'zi tanlagan taqdir. U hech qachon atrofda eshitmagan. Boshida oila a'zolariga qarshilik bo'ldimi? Bekorga bo'lmaydi qarshilik. To'g'ri, bu hayotda tavakkal qilish kerak, sinab ko'rish kerak, baribir yashab ko'rish kerak, lekin to'xtab qolish kerak emas. To'xtab qoldimi? Misol 5 yil, 6 yil ichida ham to'xtab qoldi, natija yo'q, u hech qanaqa yordam bermasa, bu bilan qiziqmasa, bu faqat u erkak qarigunicha, ketmoni uchmay qolguncha vaqt o'tkazyapti xolos. Ketmoni. U baribir o'zini xotini bilan yashaydi, chunki o'zini xotini bilan yashagandan keyin ketmoni uchadimi, uchmaydimi, xotini uni baribir o'zi to'g'rilab, o'zi tozalab, o'zi uni kerak bo'lsa ko'mib qo'yishi mumkin ajali yetsa. Shuning uchun ham ko'pincha ikkinchi, uchinchi xotinlar biron bir jamg'arma so'raydi. Taqdiri bo'lmasa ham. Taqdiri bo'lmasa, demak, uni qanaqadir jamg'arma bilan, pul bilan, jamg'arma bilan yoki ko'chmas mulk bilan kompensatsiya qilish kerak. Chunki u insonni taqdiri emas, u yolg'iz o'tadi, unga energiya beradi, shuncha yillarni o'tkazadi. Va aynan ular o'ylaydi, sizni taqdiringizdagi odam bo'lmasligini belgisi, ular o'ylaydi, pul baxt bermaydi deb o'ylaydi, adashadi. Hamma narsa pul turadi. Savobni ham pulga sotib olsa bo'ladi. Hurmatli qizlar, ayollar, hurmatli yigitlar, erkaklar. Hatto siz savobni puliga sotib olasiz. Savobingiz ko'p bo'lsa nima bo'ladi? U yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Misol, aytishadiki, pul baxt bermaydi, pul so'ragan ayol yomon, pul so'ragan ayol merkantilniy, pul so'raydi-da, chiroyli qizga qarab, og'iz solgandan keyin bu qizda kami ko'sti bor, ozgina pul berish kerak. Qiz bola so'rash kerak emas, ayol ham so'rash kerak emas, o'zidan bilib berish kerak. Chunki unga pul kerak-ku. U pul o'sha pulni yo'lkira qiladi, oldingizga boradi, u pulni oladi, o'ziga qaraydi, sog'ligiga qaraydi, sog'lom bo'lsa yaxshi kayfiyatda gaplashadi-ku. Ha deb olmaydi-ku, uni ham ota-onasi oddiy-ku. Aynan taqdiringiz bo'lmagan inson pul berishni xohlamaydi. Belgilari shu. Aynan taqdiringiz bo'lmagan odam pul so'rasangiz yoqtirmaydi. Sovg'a yoki e'tibor so'rasangiz yoqtirmaydi. Yoki u pul bersa ham nimanidir evaziga bergisi keladi. Jmotroq-da, u o'ziga ham shunaqa, uni ichi chirib ketganlar ko'pi. Keyin ularning gapi bor, pul baxt bermaydi. Еще как pul baxt beradi. Insonni agar misol uchun ishi zo'r bo'lib, puli ko'p bo'lsa, bitta 20 ta kishi yashaydigan o'sha ko'chani remont qilib bersa, 20 ta xonadon uni duo qiladimi? Duo qiladimi, to'g'rimi do'stlar? Duo qiladi, qancha ko'p savob oladi. Savobi bor odamga qanaqa zo'r ishlar bo'lib ketadi. Savobni ham pulga sotib olinadi. Hamma narsa pul. Sog'lik, janjalni yo'q qiluvchi, mehrni uyg'otuvchi, bolalarni chiroyli kiyinib yurishi, xotinining sog'lomligi va ko'ngilni to'qligi, hammasi pul turadi. Hammasi pul turadi. Pul bilan maktabga beriladi, pul bilan bog'chaga beriladi, pul bilan popka olinadi, pul bilan ruchka, varaq olinadi.
bu g'alati-da, mana bor-da shunaqa sevishganlar. Gaplasharkanda umuman pul bermas ekan. Nimaga gaplashasiz? Men uni sevaman. U-chi? Uni hozir puli yo'q ekanda, ishi yurishsa keyin berar ekan. U bozordagi tualetga ham pul berib kiradi-ku. Hozir tualetga kirib, oddiy tualetga quyuq suyug'ini chiqarsa ham pul berish-ku. Qayerda ko'rgansizlar tekinga? Tekinga endi qorong'i tushishini ko'rish kerak-da, pana-pana joylarga bir tepaliklarning orqasiga o'tirib, balkim choptirishi mumkin. Qanaqa qilib chiqarishi mumkin o'zini quyuq suyug'ini? U ishlasa, u bu joyga borsa, hatto hojatxonaga pul to'lab kirsa-da, hojatxonaga pul berish kerak-da, tualetning bumagi olish uchun. Lekin bunga pul bermas ekan. Sababi sevarmish. Pul baxt bermasmish. Еще как baxt beradi, pul baxt beradi. Bu noto'g'ri. Pul bu butun insoniyatni yer yuzida hozirgacha muomalasiga kiradi, muomalasiga. Pul bilan chiroyli hamma narsa, e'tibor deyiladi. Mana agar masalan pul berdimi, demak o'sha qizni rizqini qo'shib beradi. Ko'pchilik mana shundoq qattim qisib oladi. Yo'q, men bermayman deydi. O'zlari qanaqalarga tushib yuradi. O'ziga o'xshaganiga tushadi-da. O'ziga o'xshagan jimotiga tushadi. O'ziga o'xshagan mehrini qizg'anadiganga tushadi. O'ziga o'xshagan aldoqchirog'iga tushadi. O'ziga qarab keladi-da. Aynan pul ololmayotgan qizlar, ayollar esa, ular ham o'zlariga jimot, o'ziga mehr bermaydi, o'zini unchalik yaxshi ko'rmaydi, men yomonman deb o'ylaydi, men keraksizman, men unaqaman deb o'ylaydi. Aynan shunaqalar taqdirida mos bo'lmagan odamlar bilan uchrashadi. Taqdirida mos bo'lmagan odamlar ko'proq onasini maqtaydi, onasini yubkasini orqasiga o'tadi. Bu g'irt yolg'on. Ular samim deli onasini ham yaxshi ko'rmaydi. Prosta ona bu ularning shirmasi yoki dinning orqasiga o'tib oladi. U ham shirma. Inson o'zini xarakterini ko'rsatish kerak. Xarakterida hamma narsani ko'rsangiz bo'ladi. Mardmi, nomardmi, yolg'onchimi, moshenikmi, aldoqchimi? Xuddi shularni ko'rsangiz bo'ladi. Odatda ko'p aksariyat hozirgi yigitlarda va erkaklarda ko'proq o'rgatilgan qizlar aldaydi, qizlarga pul kerak, qizlarga u kerak deb o'rgatilgan, ularda qo'rquv bor va ular rostdan shunaqa qo'rquv ko'pligidan ularning puli kam. Rostdan ularning puli kam. Chunki ularda qo'rquv kirdi. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar tufayli, har xil bo'lmag'ur voqealar tufayli ularda qo'rquvlar bor. Qizlar bilan uchrashishga, qizlarga gap ochishga, biron bir qiz bilan gaplashsa ham xuddi qopqonga tushadigan, arslondek qo'rqib, qochib, telefonga javob bermasdan yurishadi. Vaholanki ular ham yaxshi ko'rishadi, yoqtirishadi, baribir ular qo'rqoqroq-da ko'proq. Ularga endi mana shu narsa kirib keldi. Ko'pchilikda qo'rqoq. Qizlarga nisbatan ular qo'rqoqroq. Ya'ni nega qo'rqoq? Ular o'ziga jimot, o'zi uchun saxiy emas, o'zi uchun. O'zi uchun saxiy bo'lgan erkakda, yigitda pul ham bo'ladi, omad ham bo'ladi, ota-onasi ham hurmat qiladi, hammasi besh bo'ladi. Ular qo'rqoq. Qo'rqoq erkaklar g'iybat qiladi, qo'rqoq erkaklar aldaydi, qo'rqoq erkaklarda pul kam. Vechna abadiy qarzdorlik, ularda doim qarzdor. Qo'rqoq erkaklar onam deydi. Qo'rqoq erkaklar otamdan qo'rqaman deydi. Qo'rqoq erkaklar. Bular hammasi qo'rqoq. Bular bilan taqdiringiz umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki siz turmush qursangiz ham ertaga boshqa kimnidir ismini aytib bahona qiladi. Insof bersa, Xudoyim insof bersa yaxshi bo'lib ketadi. Lekin bir umr qiynalib yashashga ham majbur bo'ladigan oilalar bor. Boshqa iloj yo'q endi, bola tuqqandan keyin bir umr qiynalib chidaydi. Taqdiriga mos bo'lmasa ham boshqa iloj yo'q endi, yashash kerak-ku. Shundoq ham ajrashuvlar juda ham ko'p. Hech kim ajrashishni xohlamaymiz, istamaymiz, lekin taqdiringiz emas. Xuddi shu biz aytgan mana minus tomonlarini aytdik. Bunaqa shaxslar sizning taqdiringiz emas. Agar o'sha taqdiringizga aylanib ulgurgan bo'lsa, demak o'zingizda ayollik jozibasini uyg'otishga, ayol bo'lish, mehnat qilish, qanaqadir hunarmandlik, biron bir joylarda o'qish va hunarmandlik yo'llarini yoki pul topish yo'llarini, ya'ni yaxshi bir kasblar yo'llarini qidirishingiz kerak yoki ishlashingiz kerak. Ayollik jozibasini uyg'otishingiz kerak. Ya'ni ayollik jozibasi bo'lganda ko'proq aql bo'ladi, aql bo'lgan joyda pul bo'ladi, pulni ham tejamkorlik bilan yaxshi va zo'r kunlarga ishlatsa bo'ladi va o'zini hurmat qilish kerak. Xuddi shu haqda edi. Aynan bugun bu sizning taqdiringiz emas bo'lgan shaxslarning belgilari juda ham ko'p. Katta ensiklopediya, hatto bir hafta gapirsak ham vaqt kam. Chunki rostdan bularda juda ham ko'p belgilari. Ko'rinishida, kiyinishida, gapida juda katta gapirishadi keyin. Hatto bular juda urushqoq bo'ladi.
Sizni taqdiringiz emas. Ular birdaniga urushib ketadi, birdaniga yoki bahona qiladi, "Chochingni bo'yama, unaqa o'tir, bunaqa." O'zlariga ishonmaydiganlar. Ko'p gapirma, boshim og'riydi. O'ziga ishonmaydi bular. Prosta bularni aybi ochilib ketmasligi uchun sizni og'zingizni yopishga harakat qiladi. Bular sizni taqdiringiz emas. Bular manipulyatorlar, abyuzerlar va pikaperlar. Bular faqat vaqtini o'tkazmoqchi xolos. Vaqtini. Ular qo'rqoqlar. Sizdan botirlikni o'rganishga kelgan. Xulosa o'zingizdan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Paka-paka.